Hammamizga ma'lum, Abdukerimxonning itotlari nayda turmushchi bo'lg'achqa xalqimizga bakmi yaquda deb o'ylayman. Undaqda tövandagi itotda yana turmushimizga qanday voqealiklar bayon qilindi ekan? Birlikda ko'rib boqaylik. Qani, marhamat. Özkan, bu yerda vol so'ragandek u yoqdan bu yoqqa menga yurishni, menga ko'rib qolmagansan. Kela qilib chiqma. Yaxshimi aka? Ha. So'zsam gapcha qara. Ha. G'am besib oldi. Tam besib oldi? G'am. Voy, yoshtirib nima g'am besib oldi seni? Mushu mashina besib olgan odamni yo'qlab keldigan odam bor ekan. Ras. Tam besib olgan odamni yo'qlab keldigan odam bor ekan. G'am besib olsa hech kim yo'qlab kelmaydi ekan. Ras. Bildirasizlar, qanday g'am besib oldi seni? Endi ko'ngilda xotnamay qirganda maslahatimi degan gap bor. Lekin sen xotnamaga bilan muhabbatni jiqtiqadi. Chaqimni deyman. Hadi, yo'q. Chaq. Endi yeshim cho'ng qara. Ko'gining jiq. Meni ishlarim bir maslahat ko'rsat aka bir. Voy shu demamsaf gap qashig'i maslahat ko'rsatma. Voy bilasan-ku anam bilan oylim o'tirishki xafalikni. Voy, shu ish bitta. Sen bir erk shu olganda kim anaqa mendan tushundimamsan. Voy jinim aka, men tushundimam dema. Men qarsam ana ekan, ayan qarsam xotin ekan. O'tirdi qarab tugilib turgan men ekan. Bu xafalikdan biroq qutlay deb xotinni qo'yib o'taydi, o'tirdi, endi bir bola ekan. Kam, hay. Xotinni qo'yib berma. Hozir xotinni bosib ketdi, keyin to'y qilmaysan. Hadi ketma. Endi bilsangmi, ras endi kunni xotna qilmaydi, unisi xotnimi yavaş xotin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qaytiga buyon izlab damg'ayib qolmoqchiman. Allah'ım, bu yerda uchish qiladi deb o'ylamabdi-ku, yomon yaxshi oldizmi? Endi menga yordam qilmasanglar. Men ish qildim, endi og'ingdashib keshibaman. Voy, adash, voy, nima yordami bu, nima? Jinim atishim. Uyga pul to'lab etmasam, uy qo'limdan chiqib qoladi. Voy, deginan nima uy, nima puli bu? Bizning anaqa maldiga o'rgilib olmoqsan bilasan. Ilib chiqargan ekan. Bilmadim. Sen egizbir yilga egizga qavat binasan maqsad go'sun. Aşımdan bir uyulaydigan. O yaxshisi, oladash al. Eşimen. Aka, qara, vaqtida ol. Bo'shil evilib o'ttamsam kelajak süt bo'lsam nurlar. Shu oladigan. Adash, aning o'rnimi yaxshi. Darhol olib ol. To'rtko'cha qara, bozorga yaqin, maktabga yaqin, nima chiqib hammasiga yaqin. Ana vaqtlar tizimga o'tib ketishimiz. Voy, tufma adash, xat berib tizimga chiq. Shu oladigan. Voy, shu ol, ruxsat ol. Pul yo'q. Pul yo'q. Voy. Hozir pul yo'q demsan sen? Ha? Necha kun oldin o'g'lingni xatni to'yini qilding, nurg'un pul tushganda. Yo'q gapni qilmagan, qilmasam bo'pkan. Ziyon chiqdi o xatni to'ydi. Voy, qanday ziyon chiqdi? Shuncha qadamni chaqirsam. Tak shunday yaqin og'illarimizni chaqirsak, dastlabni qo'ymadi. To'yga. Voy, bu Xudoyim bo'lsa, pulni to'y qila. Hech bo'lmagan o'lib ketadi, biz bormasmiz. Bu yaqin to'y qildimi? Voy, sen yo'qmi? Voy, bu nimanda yasini pechet top ketdi desam, asl to'y qildim-da. Ash to'y qilgan cho'pankendami Turkiyaniki? Ramazonlik cho'panlar, ha? Muborak bo'lsin, adash. Meni bir shoshman pipat oldim deb qolganman. Hayır, bir to'mas qilsancha. Men bir el ag'ana olgandan keyin bir atal bag'ani ezib qo'ysancha. Voy, kimman qolmasin deb 3-4 vatdim qubaloqni. Assalomu alaykum. Sen baqani berdim, 4-5 kun oldida. 4-5 kun oldida? Ha. Qachonda? Voy, aldirash men kelsan-ku, munchiqmaqdim deb soplarni taraqib berdim shu chaqda. Voy, shu Kukam shu chaqda sen baqa qilding menga? Voy, talim berdim. Shu chaqda mush kiyim batyapshamda. Shu kiyim batya. To'xtab tut, bunda mush chaqalim bo'lgan. Qara. Voy, bakan. Shu. Mush bo'lmasmi? O'qa qana. To'xtab tur, o'q baqay.
Assalomu alaykum, hurmatli men. O'zlarini 7-chinsdan shanba o'tkazilgan marhum Himit qori hojim, Sikinaxon buvim, Hikmaxon Xalfitin bilan Xansaxon Zasopazning o'g'li Elijon bilan marhum Sobiraxon qori hojim, Mukarram xinim ning qizi Melikizatning farzandi Yahyojonning sunnat to'y marasiga taklif qilamiz. Askartish, sovg'a salom qabul qilinmaydi. Naq pul olsa mayli. Aldığa pul işletiğince iki pul müvekkilini otağızıp koyduk. Şunları yazgızıp koyun. Bombası pulumuz inavetsiz. Amalma şeşakı düşüverin. Bombası kâgidiniz hesap kılınmaydı. Oy, Müslüman. Bunu da bu atanı sözü bulmadı ki bu kimdi de ben bilmeyi bana attım. Atanысы ancha avrumagan kishi yozmagan gap. Çok. Benim bir atanam arkasındaki atanısı gelmez. Benim atanam dedim da şaşırtıyor adamla balısı ben. Şu atanamın zoğa çıka, bağın tuğa geldi, cikoğa çıka. Şu hemmisi ismini yazsama toy adam cik kilemdeki de. Lekin ammo o kunisi to'yga jiq adam kelmadi shu. Ammo tizilib ketgan ustal, tizilib ketgan o'rindiq, tizilib ketgan say, lekin shu adam ham Bu tizilmadi. gemli kımığına afgan. Dedem kelmedi ma. Karışkandak yağmur düşüp. Allah. Qozon qis tushdi-chu yomg'ir. Yaman ziyan bakın. Muşun dışarı kollamak geladı. Muş xotundan gibi anlamagan günah yüzem de. Şu yüzem tattım ben. Oy, har qatam xotinning gapini anglaytding, mush qatam nima qilganimda. Şu anlamaptım ben şu. Hey, xotin sana nima deganda? Bir şarapsız toy kıllı desem vurmaptım ben. O belan deb chiqgan ku. Nima ish qilmaysa? Sen nimeni bilirsen sen kişi koğan diken. Ma ayak diken biz kalk var bu. Manda arak seraptım da cidden bir sen iş var diken ben düştüğüne kalk biz. Şu bir araklı besip koysam 100 koy taşıdığına bir 4-500'den bir onu taşıtıp kitabını gidip kullan. Anda anlıklı. Hazır aksinin emmesini yançı kotunun kolu diken. Shuni olib pul tushmadi da, ziyon chiqdi da. İşilip ketken arakның gibini kımığına hafif kaptık. Arak? O kunisi men ajab arak ichganda qilmadim-ku. Canım fıkam. Aslında yaş vallahi hazır asasiyattan arakның kaptı. Lekin bizden bazı çok peşik adamlarımız arakның töpüge düm çıktı. Vay! Çıkın. Bu da oturup çıkıyor. Ben şu çoğunla peşik adamlar. Mışa biz yaş vaxtlarımızda. Mışa sapal tabakta içidiğen bolsak. Vart kılık. Qarab be. Da politika yaş balgaz oturaskan. İşe birine. Da bizim bolsa kerak muratlanlaydı ki. Ecrim akana işem emas. Mana hazırki zamanның balları tarnik çoğ olgan boş mecik lыңшық ballar. Davatkan takıda işime yaşıksız demey. Bunu kara işi vatıdı tov deyme. Bunu tamak içip kalsın, arak içip kalmasın demdi ki. İşi vatıdı, tepe adam vurmuş arak ekegendim yetmey çavuşuda içkip zemgap keti deyme. Çavuşun rak kıymet ras. Ve kara bunu işidi, mes olmaydı. Ben onu içken potlikisini sanap, potlikisini karab ben mes olup kettim deyme. Şunaqlab ziyan boldu da. Ish qilib bir xotirjam tugaganda to'yning oxiri. Nemi hatırlayacağım tükeyde afkam, arak şarap toy degende. Qanday bo'ldi? 4-5 yoz örüp çıkışıp, muşuşup. Bir moy taksmasını çıkıp, seyir ötüp pütüşüp, özü çıkılıp, başlarını yerip, bir moy çıtalap ketdi. To'lagansan, joz ustalidan to'lagansa, Soran ben tölap. Oy, qanday qilding? Restorançılığımızı atıp koydum. Nima deb? Kalsın seyfeni çıkırıp etkeçke, cozanı tut götüremez, sürüp ketdi turib olgan. Yaman qaklaş. Ya bunun üstüne ben ahvalı karamanda layık kılılı ama yanlış karab kılılı desem muşlu kımısan olmaydı başı tamığı sökkende mukumlu kıp koyduk yukarı. Ölçümü var. Onun üstüne tepki seyine tizip etken biz. Tepki'den ucunuz peske kılatkan. Bir konu tatkanı yeydisem kaldın kömek olağın de başında karan ile batkan. Seni çapabız. aka shunday qilib mana shu xatmi to'ydan tushgan pulga uydan birini evitay deb qo'yib. Yok yapma kımığına ayakka. Ziyan çıksın davasam. Gugut tek buldun 38 bin koy kaçırsam aran 9.800 koy çıktı. Nimaga? 70 bin koy çıkkalarda koyulgan bizde. 9 ming yo'q bir uy kelamda. Eskam şu 9.800 koy 200 koyuna kadar 10 bin koy koydum. Niye keşimlik sebep? Aval öyle biz 30 bin koy töleydik hemen aldınca kimden hem de bir amal kılamı. Şu an hem de sen 60 bin koy verip dursan. Sen bir 60 bin koy verip dursan 120 bin koy 10 bin koy ketip ayık aldın bir putal olaydı ki. Oy biz. Adaş bizni pul emiş qildi. Va sen qara maaşın va, onun sen yaqinda maaşın o'stirdi, bizni bu. Ne demek ama maaşım ısıdı. Maaş bir kadın mesken bilen malbat çıkıp şu kadın ısıdı ki ne ağzı. Maaş kaçta? Malbat kaçta?
Onun için 2 aylık maaşlı. 1 kvadrat metre uyumu kemmavası. Yemistek tuğan bu. Ve şu, kemisan tak tuğan. Uya bir yerge bağımısan tak tuğan. 7-8 toyga bağırgandı ki resmi kaltaki çıkan. Şu yakında ya toyga çok bağmaydıgan buldum. Nezirge verip Phuket'e geldik ya. Qara aka. Dadang chiqqan. Dadang loyiq puling yo'qkan. Ab pul topgan ala o'ynajaman qizim. Ya kelim Phuket'e bu tapkan alaysan mı? Murdun kapkalga işken. Voy pul yo'q, nima bo'ldi sana? Vay. Ya ben işkanlı bir pul... Qara, bir kaçın berip durun la, öyle olay. Manda qilib bo'lmasa, yeni aldı pul yo'q, akşam bilme. Bankini aldı tutqanda, ishlab qo'ygan sanduq var. Mana qilmasanglar bo'ladi. Adaş, üzden bilse bizden aramızda bizde pul nima ish qiladi? Vay vay. Bir ağını degenne, bir mıda qorib yegan olmaydi. Shunda bir baş kun tushgan asqatamda tutmasa, undan qilish ketmayli. Ya. Adaş, bo'ldi, o'yni keyin al, biz keyin yordam qilna. Hozir ma'ning ishni bir taraf qo'yibdilar. Nima ishi bor-ku uning? Dafkamda. Men ishga o'qishmamoqchi bo'lsam, har qanday daflar bo'lsa, mana men o'zim ko'tiraman. Har qanday ish bo'lsa, menga da akang bog'i yo'laydisini. Pul ketmaydigan ish bo'lsa. Pul ketmaydi aka. Akallik ketdi mana Voy, boshqa ish yo'q. Unaqa xotni tug'ibdi ekan. Nima? Ana xotni tug'ibdi. Meni xotni tug'ibdimi? Ha? Tuva! Nima bo'ldi? Hey! Seni xotni tug'ibdimi? Voy meni xotim do'st bo'lmanda. Şuna şunu yapmadı. Aa, kutu kanı tıkandı. Ne tutdu? Koşku duası var mı da? Ya, ne tutdu? Ha? Nim tuttu. Gidem tuttu. Ben bir dinozavr tuttu mu? Nimi tuttu? Ya aka edep dinozavr tutmadı. Kızma o kadar da somarsa. Ben kimin sözü nimi tuttu? Kız tukan şeyde. Kız! Ola metali var nimi şu mal kodu kız tuttu. Kodu polisi kaptı mı onu? Kaçan tuttu? Bir üçtüt gibi boğa okşaydı. Şükür. O sen de bağımıdın mı? Şu bağımı anladım. Tuğunu kullanma geldi. Hey! Ha birazdan bir iş tutulmasın bıçakı dın kulak mı salpan kulakında onu dinle falan da. Ha kodun işine de tutulağın ki. Ha bir öyle bir tılık kulduğun şu. Ha onun üstüne ben kodun işine tuğumunda kız yorganda ama arzu kıldığını ha özüm atanı sevmez belki onun yeri. Hey. Sen toprak kanma. Hey, makara. Bunun otek bağısı var. Lekin anası bağlı koymaptı. Neymiş ka? Ha. Şu anam balam kodun toprak için adam gelmeyende güldüyle berbasan inatın olmaydı. 4-5 gün ötürüm bana ponça aksa badep başladı. Kusura aksalık mı? Ya Allah anam mı yaman kotun? Ha kotunun iç çıkmaz sebep var. Akşam ak kızdır hep. Ha pulu tölep doktor hanımın hesabını kıpağındık içkiliydi kimdi o? Ay ya üzümüz tületti tokunu. Vay bilmem ben. Senin anan var o. Şam'ın otu tukum sürüp yediğin kakbaş kotunu. Bu çoğunlar bir-biriyle eşimtal çıkışanmavatkan. Bir obdan daqdın başını balına toydu kıldı kenmez. Toydu iken balı inak ötse tehi. Mandarak ötse tehi. Gep tabi dikenmez. Muş balık köyündük de pensel aşırıp kalıdı. Ras. Muş ballarımızı köyünemezde becat aşırıp onu bekti götürüp koydu iken. Cinim aka, demisem bomba kara rast kep kançada ak xotnumga anamdan azrak qo'saq köpük va. Shuningdan chiqqan ishmağı. Ah xotnim tug'sa anangni qo'saq köpüğü var mı ki? Ya. Bu gapni so'zlasam boshdan kelsin bo'ldi. Qil uzun gap mi bu? Uzun Qil gap. qiziq taqib turib digina o'tirib anglaylar. Ben yol sektirdi. Ma yo'l topa. Bu manda gap. Ha. Biz to'y qilgan chaqda ma oylimni yo'tkilma anamni keldi demasmi? Shu chaqda qudi ko'p saqan chaqda 2 qat ko'p samay 1 qat ko'p sep qo'yapti. Shuni bilan anam qurab qudi ko'psin jaylab salaman deb qabulabdi. O köpnödeki mıht qilib ketgan ma. Ayda kaydılar, ayda koşku falan kaydsındı. Bayda. Şuna anam onu qabulab o'tirsa bizniki anamning taqisining qismi bilan ijroqni chiqqinimiz va bütün chiqqanlarga raq qo'yapkan shu chiqqinimizni oldiqmida bir kimlik qo'ygan sarjinlikka bug'dayslik tush chiqibdi. Ah raq qo'ygan xotin muhrik ekan degan ta. Buni men bilmayman. Ay zavoddan da chiqib qolgan raqvos kerak. Tugdim shunday qilib. Yo'q. Uye, Koreyaniki bo'lsa ko'p qismli ketgan ma'no. Ya shuni o'ylang. U
Anam qopab mening tuqqanlarimga chashqanlashgan to'shkiraklarni deb xabalapti. Qiynab qopab bo'lgandan bu raqni biz o'zimiz to'qimagan, bizning sarij to'qidigan fabrikamiz yo'q. Bu da xalq pulini xajlab bozordan olganda lopaylab olmabkimiz xapalashmasin deb gapirayotibdi. Ya Allah, ya Allah. Ay olmaya qo'toqda siz chiqib xotin gücüme bakalım. Şu yana bak. Ha? Şöyle bu xabalıkni endi bezishtirib turgan. Oldin qaytdim, qayntamlar bizning cho'ngoyga 50-60 mehmonlar boshlab heytlab kelibdi. Necha? 50-60? Ben biz aşıda tutkunu ya. Bak hanımın Mehdi Gavazır'dan icarıya gittim o. Hey. Qara. Bu xotin kishtigan obro'sparas qaqashindan. O'sha malika urutgan hammasini gulditmanda olib borilgan haq bu. Tova! Shuning bilan en bir uyda 50-60 chindiqqa cho'nmaydi. O to'yning oyog'ida turgan bir balaga anchik yerib uchib ketgan pichik piyaldi, sho'rib kelib qapti. To'g'ri afkam shu. A pichik piyaldi mana qo'lni tutsa qo'lni tushib ketmaydi, sirilib ketmaydi. Ya qachi yetmay ashla qipti deyman. Shuning bilan aniki qaynab uning qablab o'tib sho'rib go'sh kelibdi. Qarz go'sh mayliq. Qaynab qolib bo'lgandan mening qandasim yuqori qaynimni mayva. Xudoim shuni bilib turib meni o'lsin deb qazlab, o'shda mayliq go'sh kelibdi deb uning qablabdi. Voy. Bak kaçan tüge bizdeki şu bazı uğursuz kaydı resmiyetler ha. Şimdi gire. Zorla pişinler. Xuddi ilqi ishqab tepsi o'tirib qaqa eshaksan deb baqa bilib mang'olar hozir. Raskamazır eşek tekemez uruqlab taqayda ko'p qapsa demiş. Tova, saqsaq balık diye bunlar. Endi asker qancha uchu? Ha? Aylamdın ba. Ba! Senin aylamı ödekte usultuk şu kotu anaş. Kimdi usul? Kılıdığam. Şu anamın kichu azroq g'ayibni qilib qo'yibdi. Ma'lumotdi. Şu anamın şu o'zi vaqt debdi, anglamabdi ekan. Anam mana deydi-chu. Balam bu qiz ol deganda to'y qilishdan burun bir xil bo'ladi. A to'y qilib bo'ladi bir xil o'zgardi. Birin tug'is bir xil o'zgardi. A deb qiz o'z bir xil, o'g'il bir xil o'zgardi. Ammo ishkim tug'madimi? Bo'ldi, ay shillangi meni bilsan sizgan sizni chiqmas qo'ydi deydi. Yo Allah, anam dadam başta qilib tikende ha. Tam 5 ta o'tgan bo'lsa. Şu 5 yil o'tganda qilib Tecrübesiz sözler. Mana hozir xotinim tug'di. 4 kun bo'lmayli kunda telefon qildi. Akam siz meni yo'qlab, haqni oldi, shat emasmi deb men buyruq so'qidan bo'lib oldi. Mana hozir xotin oldim, balani qildim, xotinimdan talab qildim deb. Yo'q gapni qilmagan ha. Afkam xotin aldım, balani qildim, xotinimdan talab qildim deb. Men xotinim baturni talab qildim mana. Mana Mashqdan gapini, ey! Talab qilsizlar emas. Mana men. Qandasan? Menda xotin yo'q, uy yo'q, bola yo'q. Sen deganda xotin bor, bola bor, xizmating bor, kishi ko'simi uyang bor, ha? Ha şu kichik o'yining gapi shu. Qachonli qarsam xotin ko'p so'zlagan, biz kichik yanda o'tiraverdim, manda deb so'zlagan hozir xotinning ko'ziga qarayolmaydigan bo'lib qoldim. Boshqa? Xotinning ko'ziga shunday qarsam jingda bo'lib qolgan telefondek manda oldigan bo'lib qoldim deyman. Nima? Jenim ko'psa o'ylab baqa. Endi xotin deydi. Uni degani to'g'ri. Men qachonishmish kichik uyda o'tirman, ha? Men sana tegib endi ko'yga raytim mushimmi? Mening yan bir do'stimning eri, o tarafga dach sapdi. Yana bir do'stim bor, yerdan 180 kvadrat kilometrlik uydan birini otdi. Yana birisi yerdan go'sni otdi. Uni qildi, buni qildi. Sen nima ish qilmaysan degan qara. Men dedim xotin, menda pul yo'q desam, haqdan yeri pul topdi, sen unda topmaysan deydi. Qilishqandek, men pul topaysan, hammadan pulni tepib ekandigan ma'noda pul qolmabdi. Ya bu pul degan nima? Men tallavazdan tuzib qo'yib sotgan nima emas-ku u. Ras. Shuningla qanday qilib yuratsandan? Shuni qanday qilatim? Tayoq yap. Ey, Qanday qilatim shu ishdan tushima? Menda qarab o'tirma. Bizning o'yinni to'kib lab o'chgandiklar. Shap kirib olaman. Qarab xotin uxlagan bo'lsa, yana shu gurp uxlayman. Az qo'lib jiqib qachima. Biz uxlagan bo'lsa, jandashlik qilib oldim mana qilib. Lekin to'ligan chata qo'lda qara. Qarab tursam to'p lab o'chibdi. Xotin uxla dedi. Asta ich. Shunday qarsam oldimda bir soat odamga xotin turmamda. Yana yerga ko'p ketdim. tutilib qoldingmi? Şunu olan şu uyni aldıgan bo'ldingmanda? Ha şu olay dedim 60 ming ko'y bertash o'ynaylar. Unda esim hisob qo'ydim. Astag'firullah, yana pulga keldim. O pul bo'lmasa nimada qizlaysan? Vay. Hey! Mana ishirishmaysa pulni beraman deb xotirjam bo'la shuma. Manfaat yaqinda keladigan bir pul, boylik bor. Shu yerda qanday haydayman oldinglar taraq tashlab qo'yib. Ya adash, biz aloqada bo'lgan ekan bir digina ishimiz tang bir boy olib ketdilar. Ishqilib uchat ko'nglim to'q. Yaqinda menga bir boylik bor. Adamni jiddiylashtirgan bu digina aka. Magitni haqi demagan og'zingizdan chiqib qolmasin ha. Hech kimga demaymiz.
Yo'q, yo'q. Qancha degan? Edem yo'q. Mush uch jihatda pul kelganlarga qara. Ko'nglim to'q. Birinchidan bir ishga oldi, kunda sol qapqim tatida. Voy yaxshi. Ha? Haqning sol qapqitasi yarishdi degan gap bor. To'g'ri. Oh, bro! To'g'ri. Ikkinchisi. Mush ish kuchay oldi qara. Kunda alqıным kıçıdı. Alqınımni aldı qaşlayman. Berkat kel, mehnat kel, berkat kel, mehnat kel, berkat kel, mehnat kel. Sürektim qara. Üçüncüsü degine. Mush üçüncüsü 5-6 ay oldu. Kunda shunda alıp uxlasam, uxlab bo'lguncha shu sap poqli jeyman. Her poq, poqning tagida poq. Ishqa poqning ichida uzib yurayman go. Bu şu anlatan poq degan boylikmish. Uning ustiga bu chush ta'tilga menga deydi-chu. Voy toqni yersa, sening ishing o'qimag'ida. Sen yaqin hojatxonachiga o'xshaysan aka. Ha? Sen ash toqning pulini uyalni katta jon shu qilib xotirjam o'tiray. Ishkim shirishmatsa, ha? Qarab turish. Bu pat yaqinda keladigan menga ish qilib tutmas bir poq bor. Nima, boylik. Shu qanday qaydaymanki? Qara aka. Sen şu düşünkirgen poklarını setip pul topkanca bırak alev yani. Isip. Aqasınga dardimni tugab biribdimi? Ey! Xudoyim bir aqasının beshiga bir dab gap qilasizmi? Ha, shot ko'raman. Hey! Senin derdin dertmi, ha? Men sana desem, derdin sho'jig'i menda. Nima deysan? Men degani uyim yo'q, xudim yo'q, bolam yo'q. Mana men yetolsam aytam. Voy, Deb qo'ysam so'zlaydi ya. xotin deganda bunda asan bo'ladi uni. Ey, xotin degan bekor kelmaydi, men junjudin taqatmaydi olganim bu. Voy, men shu olayda otma. Qaras, yaqinda bir qizla turishib qoldim qara. Bo'lar ekmasa. Nima deysan? Sen qisma konuşdingmi? Ha? Qachon? Voy, ish kelib turdi. Nima bo'ldi? Yana konuşdingmi? Voy, bunda nesh qilib qolamiz, yarı solamiz bo'lmasa, editimiz uni. Xudoy becham turishim shu. Endi jiddiylashma aka, ovozim bo'g'lab ketdi. Men tursam sana nima to'p ketdi? Ha, degina kelinmi? Ha? Endi u qizlar ham chiqishib qoldim. U qizmi tegay deganda men bu cho'pani qilmaydi, alay dedim, lekin ota-onasidan yomon sharti shukur ekan. Xudoga shukr edim bo'lsa, ha. Shartda, nima shart? Nima shart aka? Men sana desam, bu 20-30 yillari o'qituvchi tegish mudda ekanmish. 1900 ha. Ha, 50-yillari emgak memorisiga, 60-yillari askarga, 70-yillari alqa nimaga? Şopurga. 80-yillari mana institut va kesak loyinchisi va laboratoriya va opich balaga. 90-yillari savdogaga, va 2000-yillari davlat xizmatchisiga. Endi mana 2010-yili uyi va mashinasi va puli va yigitlik tegish mudda ketibdi. Hey! Xudo, qarsam sening bu shartning birisiga bir shartim tushmaydi-ki. Eng yaxshi o'lib ketadi. Onda deb ko'ngil azamaydi. Hozircha jamiyatimizda xili ko'p qism ota-onalar, xili ko'p qism qizlar bor ekan. Ular yigit deganning uyi, mashinasi, xizmati, maoshi bo'lsin mayli. Lekin yigit degan tirishchan, axloqli, iymonli bo'lsa, bizga shu kifoya edi. Janatlik, ha? To'g'ri. Magibni yaxshi deb safkam. Voy, men dedim aytadigan qiz bo'ldi debdim. Amma mashatga men chiqib ekanman, ha? Chiqib ekanman. Sen meni zani qilyapsa, bizim necha vaqtimizda bir terak chammatmidi, qanchamiz olsin pul topdik pul. Pul topdingmi? Ha. 60 ming ko'p turadi. Hey, ular bir xuddilar pul topdi. Nimaga? Nima? Azosim bir Şali'ye düştük, 3 ming pul topdi. Shali? Ha? Shali alamsan? Ha? 95 yil Shali'si bir deyishib qo'ydi. 3 ming qo'yga, tek bir yillik bo'shini bor ekan. Nechinchi yil? 95 ni? 2095 mi? 95. Sen o maşını heydemsen ya. Tunçaklı çıkılmışsın ketten bakamsan. Bu şartda maşinasi bulash kerak debdi. Manchincilning bo'lsin, marksi manda bo'lsin, puli manda bo'lsin demabdi. Demak, Shali bo'lsin, mashinasi bor degan gap. Mashinani haydab, maqsad puli bor deb ko'rdimiz. Ikki shart hozir bo'ldi. Ak uchinchisi anam bilan bitirib turmush qaz qilib bo'lsin, bir o'yab bersa, xotinni kelib olsaqlar. Oşçu. Men mushchu oylim qarab qiz olmoq tasmi deb tikema. Va son qarab o'g'il olmoq tasmi deb qoldimmi? Rafkam, oğalım akımıdın tez. Ha. Bu oğal degan çok kilip dönüşü yaşaydıkimiz biz. Nima qilib?
Sen oylap bakay. Bir oğaval tuğuldu, dünya hoş oldu kendine. Ras? Oğaval tuğulup olgan diken, oğaval çıkılsa, ha? Çıkıla ver koy, oğaval diken çıkılsa olmaydı diken. To'g'ri. Oğaval çıkılsa, ha? Çıkıla ver koy, oğaval diken tuğulup olmaydı diken. Ras? Oğaval çıkıp çıkıla ver koy, oğaval diken çıkılsa olmaydı diken. Çıkıp oğavalından derken. Biçar oğavallık işi barın, biçar oğavallar. Nimi diken caka kesler. Rast. Bu kızlar degen şıkılganda şıklap külgeni küledikken. Biz ya şıklayanmasak, ya külenmesek. Biz kandavat şıklamız, kandavat külemiz. Bizcha ash o'lim bo'lgan chaqda jinozani ko'tarib men yig'lamizmikin? Vay mana, sen tur deb yana işimizni yig'laymiz. Biz xotin sho'sum yaxshikan, ha? Puli bor adamga tegmas, asli boyoq tutgan. Bu shu xotin tushunmoqmi, tushunmoqmi tez kechman. Fikam hozir vaqt hammadan odam bo'lmoq tez. Ras, bu kimning dadi yo'qdi? Kimning dadi yo'qdi? Mening beshimdan bir men chiqapiliq, mening beshidimi, aning besh. Fikam, bo'ldi, qanday qildi? Bu yo'qishqa boshqa tomay qara. Ma vaqt o'tib kuch bordi. Sen g'apchini berib, bolani bir ko'rib keladigan jo'q. Aka, meniki Beka. Oshta qilib fikam. Xotinni bir ko'rib kelaman qo'shilib ketay. Voy aka, men basam, biroz ko'rib qolib, anam deb qo'sh qapiliq. Hech kim ko'rmaydi. Bu da bak. Xotin bir men degan gapni dajmo. Ha gapni? Men sen akanggo? Ha? Men nima desam shunday Ha, gapni. o data. Xotinning mana ota-onalarning qo'liga qal baqaqma. Herhalde ham emas. Unda bo'lsa sen berib xotin o'cha birinchi ulab, atanisi menga 60 mingga qayzib turgan gapinda. Na o'ynay olay. Kedim be qizimgina aka. O'zimda dazmi menga. Hey, bu yangi to'y qilgan do'stlar pulni nima ish qildi? Bu kanalsa qanday pul deb beradi qishilolmay. Shu emas, chat emas nima nima. Dash, voy, fikam beraver chiqsin. Menga yo'ra ya. Beraver jo'q. Qachini berib kelar. Mana. Hey! Doktorxona matrabdi. Uni bilma aka. Men onamni balam, nima ailemni balam shuncha ko'rgim bor. Lekin nima degan bilan onamdan bir so'rab boqayman. Mangina ya, laqma mangina. Jang mana parnikda bo'lgan degan mana shunda. Sana bergan balani o'rgatishim kerak. Necha? Chupay. Uni o'siga men sen bana so'rab qoldim, bo'z pulni solmaydim. Meni to'yimga hech bo'lmay 50 ko'y ketdi qara. Endi anamdan pul so'rayman. Sen o'xshamaysan qara. Sen uni o'siga al og'in degandan 5 kunchisi qarab turmaysan. Sening qo'ling kangradash, qo'ling uzun uni o'siga. Mana qildi. Aningga ham 60 ming ko'y deb qo'ydim, ko'nglingga kammisan. Sen men seni 60 ming ko'y deb hijilmo qilmay, biroqli 120 ming ko'y berib turaveraylik. Oy canım adaş, mende rastlı pul yok, özün bilirsen. Sende pul var, unutib qolsan. Xotinildiğin pul bor. Estağfurullah, oy o pul, azgını pul. Özün oylap bak, hazır men bilan tanglaring, ikkidan bola so'p bo'ldi. Xotirjam bo'l, men o'ynay olsam, sen 3 bola so'p xotindan bir meni olib o'tkazib Hey, sen özün bir erkek çağlamsan, ha? Oy ben numus qilsanmam da. Nima numus qilaman? Sen oylap bak, sen degan bir davlatning xizmatchisi, bir oilaning egisi, ikki bolaning dadisi. Mushunda turib anglasam, kunda haqdan pul solib yurdi ekansan, kechki ishlab qilmagan ekansan. Qilmasala, o degan dudiju. Voy, ashuna qilmaga kirdi. Ma sen bilan o'xshash xizmatchilar tirishib, hisob qilib, egiz birodar o'ylab xotirjam o'ltiribdi. Voy, bo'ldi qilay, pul so'rab qo'ysam mana dash deb ketgan nimaning. Sen bermasang meni pul topolmay deb o'ylab qoldingmi? Dadamda pul bor mening. O'tgandan 5 qizlik uyini setib, 3 qizlik uyab bergan menga. Xotirjam bo'l. Dadamga deyman, dadamda pul bor. Voy. Sen de so'ra shu dadam pul olaychi. Hey, bichora ota-onalar. Bir bola tug'ing, cho'ng qiling, o'qiting. Pul xajlab ish qo'rlashtiring, to'yni qilib qo'ying, uy epiring, navrisini beqipiring. Bichora ota-ona degan bir kango, ha? Qani ko'la, qanchalik ko'laysa. Lekin tugamaydigan kan yo'q. Anam yana unutmadı benden. Dadam da pul yaptı. Men bir er kishi bo'lgandan keyin halol ishlab pul tepib, uyni, xotinni o'z kuchimga taynib olay. Kelgusi bolalarimga ulgu bo'lib qolaman.